Naskarimizdan yangi paket keldi. Keling naska haqida ham tafsilotlarni berib o'tsak, mijozlarimiz nima deysiz? Reklama qilmaymiz Mirshid aka. Agar foydali kontent yuzasidan olayotgan bo'lsangiz, mayli joylashtiring buni. Foydali maslahat beraman. Yaxshi. Naskalarda, maykalarda, ichki kiyimlarda juda e'tiborli bo'lishlarini xohlardim. Chunki ko'pchilikda oyoq hitlanishi degan muammo bor. Bu muammo o'zidan-o'zi paydo bo'lmagan. Sifatsiz ichki kiyim, sifatsiz mayka, sifatsiz naskalarni kiyish oqibatida paydo bo'lish ehtimoli juda yuqori. Chunki ba'zi iplar bor, bu ip tolalari, siz bilgan baklashka bor-ku? O'sha baklashkalardan sun'iy tolalar ajratib olinadi va o'shalardan ba'zi naskalar, ichki kiyimlar tikiladi va u odamga turli xil kasalliklar olib kelishi mumkin. Naskada bo'lsa oyoq kiyimi sitlanishiga, mayka yoki ichki kiyimlarda bo'lsa turli xil gigiyenik kasalliklarga duch kelishi mumkin odam. Shuning uchun bu narsada juda ehtiyot bo'lish kerak. Mana ko'rib turibsiz, biz o'zimizga ravo ko'rgan, o'zimiz ma'qul deb bilgan eng yaxshi sinovdan o'tgan mahsulotlarni yana do'konimizga olib kelganmiz. O'zim olgan 3 xil naska narximiz bor. 9900 so'm, 14900 so'm va 19900 so'm. Ushbu Limax naskamiz 14900 so'm. Buni siz topishingiz mumkin 5000 so'mga ham qayerdadir. Lekin boya aytganimdek, turli xil muammolarga sizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa narsalarda sifatiga juda e'tibor berib olishlarini tavsiya qilib qolaman. Boya aytganimdek, reklama qilish niyatim yo'q. Agar fikrim foydali bo'lgan bo'lsa, shundan xursandman. Shu narsaga juda e'tiborli bo'lishingizni xohlayman. Chunki ko'pchilik kiyimlar olishda e'tibor qiladi-da, shu joyga kelgandan keyin unchalik e'tibor qilmay qoladi. Juda e'tiborli bo'lish kerak. Maykaga, ichki kiyimga, naskalarni xarid qilishda.